Bu insonni gaplarini eshiting-da. Baxtli bo'lishning eng katta shartlaridan bittasi bu odamning o'zida bor narsadan rozi bo'la olishi. Agar bir odam hozir o'zida bor narsadan kifoyalanmasa, qanoatlanmasa va o'zining baxtli bo'lishini yana boshqa bitta narsa paydo bo'lishiga bog'lasa, shu odam, men kafolat berib aytaman, baxtli bo'la olmaydi. Bir odam aytadi, bolam yo'q deydi masalan. Bolam bo'lsa baxtli bo'laman deydi. Bolasi bo'ladi, shu baxtli bo'la olmaydi. Ko'rmaydimiki, qancha bolasi bor odamlar baxtsiz-ku. Yoki aytadiki, o'g'lim yo'q, o'g'lim bo'lsa baxtli bo'laman. O'g'li bo'ladi, baxtsiz bo'ladi shu odam. Qizim bo'lsa, qiz, bolam kasal, tuzalsa baxtli bo'laman. Tuzaladi, baxtli bo'lmaydi shu odam. Ya'ni baxtli bo'lishini nimagadir shart qilgan odam o'sha narsa bo'lganda ham baxtli bo'lmaydi. Chunki uning fikrlashi bor narsadan qanoatlanmaslikka va baxtli bo'lishini nimadir kerak deb fikrlashga qarab qurilgan. Va mana shu qurilish hech qachon odamni va egasini baxtli qilmaydi. Bu narsani eng ko'p olov yoqadigan asrimizdagi fojia bu ijtimoiy tarmoqlar. Men ham sizlarga o'xshab birinchi bu insonni tanimadim, keyin Instagramdan profilini izlab topdim. Bu inson Mahmud Usmon ustozlari bo'lar ekan. Agar bu inson sizga albatta kerak bo'lsa, kommentariyaga opet yaqib ketaman profilini. Yaxshi mavzuni ko'taribdi. To'g'rimi?